Anjumanmi? Yo'q, Nima? anada fakultet. Jurnalmi? Ha. Xudo. Hozir o'yinimiz davomida sizga bir qancha so'zlar ko'rsataman va ushbu so'zlardagi harflar chalkash joylashgan o'rinlari va siz bu so'zlarning to'g'ri variantini topishingiz kerak bo'ladi. Hop. Tayyor bo'lsangiz, birinchi so'zimizni boshlaymiz. Birinchi so'zimiz Jurnal. aniqmi? Aniq. Yaxshi. To'g'ri? To'g'ri. Ikkinchi so'zimiz A few moments later. mana bu xalqaro jurnalistikani tagida birinchi bo'lib nima qilasiz mana shu universitetga? Kirish. Albatta, ertalabdan. Yaxshi. Navbatdagi so'zimiz. Adolat. Adolat. Aniqmi? Adolat to'g'ri. To'g'ri? Uzoqroqmi? Bu bayroq. Bayroq, to'g'ri so'z. To'g'ri topildi. Ishtirok uchun rahmat. Deb bo'ldimi? Ha, imlo TV va Hamso'zga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Obuna bo'lamiz.